Onajon, shashlikni issig'ida oling. Siz yaxshi ko'radigan shashlikdan oldim-da. O'g'lim rahmat, yashaver. Ovora bo'lib meni shunday yerga olib kelmang. Uyga olib borsang ham bo'laverardi. Onajonim, ko'chaga chiqib yuribsizmi? Men siz bu yerga olib kelishimdan maqsad bir ko'cha aylanib kelasiz. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi menga, ona. Issig'ida oling. Qani oshnalarım olingachisi olmasdan yengni aytib Gapi oshna lekin lokatsiyani zo'r tanlabsiz. Oshna gap yo'q. Shashligini aytmaysan, pishirilligini. rahmat do'stlarim, olingni chiqani. Onajon, sizni ataylab olib keldim-da bu yerga. Shashligi zo'r. Bir xursand bo'lib keting, oling issig'ida. Do'stlarim, bilasizlarmi, bu hayotda kimdir zo'r mashina olsa, chiroyli uy qursa yoki katta mansabga o'tirsa, o'shanga o'xshashga harakat qilamiz, shunga havas qilamiz. Lekin mana bunday ota-onasini xizmatini qilayotgan yigitlarni nazarimizga ham ilmaymiz. Biz havas qilayotgan narsalar bu dunyoda qoladi, lekin bu yigit ikki dunyo saodatini beradi. To'g'ri aytasan oshna. Men ham onamga qachon oxirgi marta shashlik olib borib berganimni eslolmayman. Men qachon oxirgi marta onamni aylantirib kelganimni eslolmayman. Bu yoqqa qaragin. Ana bu turing stoldagi bolalar pul olmanglar, meni hisobimga yozib qo'ying.